TikTok ijtimoiy tarmog'imizga kelgan savollardan Bekzod Tursunovdan Spark'im bor, O'zbekistonga jo'natishim kerak, qanchaga tushadi aka? Janubiy Koreyada yashab ishlayotgan yoshlarimizdan juda ko'p keladigan savollardan biri do'stlar. Haqiqatda Janubiy Koreyada minilgan avtomobillar juda arzon. Eng arzoni 500-600 dollardan boshlanadi. E'tibor qilamiz, O'zbekiston Respublikasi bojxona qoidalariga ko'ra ishlab chiqarilganiga 3 yoshga to'lmagan avtomobillar yangi, ishlab chiqarilganiga 3 yoshdan o'tgan avtomobillarga eski avtomobillar sifatida qaraladi. Ularda yangi eskiligini hisobga olishda probegi inobatga olinmaydi. Shu sababli O'zbekiston Respublikasiga 1 yoshga to'lmagan yoki hech bo'lmaganda 3 yoshga to'lmagan avtomobillar olib kirish tavsiya qilinadi. 3 yoshdan o'tgan avtomobillarga bojxona boji va hamda utilizatsiya to'lovlari nihoyatda baland chiqadi do'stlar. Sizni yana qanaqa savollaringiz bor? Izohlarda qoldiring, albatta javob beramiz.